har safar gapirganingda nimani his qilasan? Ichimdagi bitta narsa sen saqlanib gapirasan deb aytibdi. Hayotingda eng yomon ko'rgan kuning bormi? Bor. U Aytamiz, qaysi kunimiz eng hayotimizdagi yomon kun? Men tayyorman seni eshitishga. shu kun saqlanishimga siz sabab bo'lding. Duduqlanishingga sabab bo'lgan kun qanaqa kun jonim? Nima bo'ldi? Biz kechqurun uxlagandek kun uyimizga o'zlari tushishdi. Zolim bo'lib qolma, yig'ib olgin hushingni. Xudo xor qilganning bandasi bor etolmas. Xudo yor bilganning bandasi xor etolmas.